Menga 127 man bugungi videomizda qizil chiziq ikkinchi qism. O'sha videoga ketdik. Onachilar sizlarga bitta narsa ko'rsataman, haliga joyimiz. Pastki joy. Nima sizlar olib tashladilar insonlaring? Shunday bo'lmadi. Ovozimga e'tibor qilasizlar chunki sal tomon og'riyapti. Kasal bo'lib qoldim deganim. Sen qasdli obunachilar yana bitta unaqa qilaman. Demoqchi. Unaqa qilaman. Deyapmiz-a? Yana bitta pashkunaqa qaziymiz deyapman. Chunki nima qashtash ko'radi deyapsizlarmi? O'zi creeper kelyapti. Shunga portlatib ketib qolsa nima bo'ldi? Bitta sal kichkinaroq qilamiz. Qo'yim. 3 ta qo'ygan edi, o'zi yonimga kelib qolsa edi. Zo'rish bo'ladi. Hop. Bitta nima to'g'ri tuzamıyor. Bo'lar obunachilar. Yana qizilchalar chiziqdan o'tib ketmak. Bet o'z turish kerak. O'zi ozgina kichkinagina yetadi. Bo'l. Onu tashlab tashlaymiz endi. Sen bekkan yaqin narvon qo'shing. Narvonim o'zimni olib kelmoqdan. Yop turishga majburman. Ne çıkmayapti endi bu? Narvonimni olib kelaveramiz. Onun bor. Bir dona obunachilar. Bir dona. Bizga uning uchun mo'ljalroq o'zish kerak, unutmayapman. Yani nima qiling? Pulni cho'p kerak ekan. Bitta yana cho'p. Yana bitta. Bizda nechta cho'p bor? 7 ta. Unda pastga tushamiz obunachilar yana. Hop bo'ldi. Obunachilar endi xohlasan pastga tushani, xohlasan tepaga chiqadi. Endi bitta pastga ham sanni qo'yib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa obunachilar kechqurun ham tushibdi. Mana obunachilar ikkinchi kunni ham o'tkazib oldik. Yana 8 kun yashab qolishimiz kerak bo'ladi. Men sandiq yasaman degandim. Obunachilar biza yog'och voy. Nima istab turamiz? Ba'zan ko'p kerak o'tkazga. Qayerga tushib obunachilar yerdagini o'ynayotgan tosh qilgan yaxshi. Obunachilar shu topib turib tosh qilan obunachilar. Ach. Hop. Mana biz yapmiz. Tosh qilgan yaxshi bir xil toshda bo'lardi. Tosh qishgan men chunki bizga kerak bo'lyapti bular. Hop. Bo'ldi. Ne bu obunachilar bos. No, bosmadimi obunachilar? Yo'q, bosmadim. Hop, nima qilmoqchi edik obunachilar? Sandiq, verstak. Bo'ldi. Pastga tushamiz endi. Pechka. Bo'ldi. Bo'ldi. Hop, obunachilar nima diqqat qiling deyman. Chunki hozir bo'ldi.
hozir mana yurayapti. Tepaga chiqamiz. Qaranglar, fakl qo'yib qo'ymadi, pastgina. Nimachilar? Fakl qo'yishimiz kerak. Mana. Ikki fakl qo'yaman, ko'rdingmi? Hop. Yana bitta bo'ladi. Ularni yorib olamiz. Endi tepaga chiqamiz. Yaxshi. Qo'y kelmayapti-da, o'rnatilib. Bu yerda qo'y yo'qmi bilmayman. Loy, ashim ko'p. O'rnatilib tepaga chiqib ko'ramiz. Loy ko'pmi? 64 ta loy va hemencha loy bor. Keyin o'rnatilib sizlarga pastga tushaman hozir. Sizning holda izmadi mana o'tamiz. Bog'da loy bor. Chiqamizmi? Chiqib ketaveramiz. Chiqib o'rnatilib yoqib chiqsam bo'ladi. Qo'yizning qismiga. Barni qo'yib chaqiramiz. Qani tepadan bir osmonni ko'ramiz, qanaqa ko'rinadi. Yo'qlar, mana ko'rdik osmonni. Yana tepaga chiqamiz. Şimdi bu taraf şunu görüyorum. Bu olmaklar hiç kayıtta koyuyor. Bu olmaklar bütün önce küçük onu yapalım. Olmaklar. Lapat geçelim. Olmaklar lapat kim olur yalan kolu yaptı. Kolu yapsındır yani. Ben çok kolum. Yani olmaklar da gül bak. Şunca darak. Peki beni bütün zararımı yıkmayalım. Yeter geçi balık olmuyor. Şu çık bir doğran. Ben hayat yok nerede tipe değil ki? Neymiş? Ya bu nasıl bir tipe çıkarayım mı? Küçük koyayım. Ne olacak? Mesela halatı net dosyalarına yok koyadışmaslığı için. Bunun boşta da yapıyor haber. Nima qilsak bo'ladi? Pastga tushaylik, ochib turib. Basta. Pechkada go'shtlarni pishirib olaman, masalan, go'shtni olaman. Hamma go'shtim o'zimda. Toshni qo'yaman, anaqa. Hop. Ha, toshni mana shunaqaga aylantirib turamiz ungacha. Bag'ida nima o'rnatilib ko'rinmayapti? Ushlarda ham kishisi bo'ladi, o'rnatilib. Hozircha bizga loy emas. Bag'im, nima kerak? O'rnatilar. Yana qanaqa o'ynaysizlar? Kommentga yozib qoldiringlar. Va like tugmachasini, obuna va like tugmachasini ham bosib qo'yinglar. Iltimos qilaman sizlardan. Umumiy ko'l bor lekin cho'milgim keladi, lekin chiqa olmaymiz, o'rnatilar. Chiqolmaymiz. Bilasizlik bilan naqiya, o'rnatilar nima tentak. Etni pishmayapti, chunki men unaqalar pishib bo'lgan-ku. Moymi dedi. Hop. Ana bo'ldi, qominim to'ydi. To'yda o'yinni birinchi kunni ham o'tkazganmiz. Yana 8 kun o'rnatilar, 8 kun.
Niye? Tugapti. Endi tayoq bor etgancha. Bu tayoq kerak-da endi. Bitta buni olaylik. Tayoq bittasini qo'yamiz, o'rnacha o'zi bitta bo'lsa. Shuncha tepaga chiqamiz. Hayotdan bahramand olamiz. Bo'lganda endi kupasi bo'lar bu. Endi buni nima yapishadi yo buni tulan? Ha, tuyadi buni. Bitta olib chiqaydi, yog'och bor edi, uni tulan. Tamam, uni tulan. Bo'lsin, omonatlar bo'lsin, tezroq. Non tezroq bo'lishi kerak. Akras. Nima qilasan bittalarni endi? Chunki biz bunda yomg'irdan to'samiz, tosh. Uyum. Bu. Yana kelmaydi ekan. Men buni aqlyapsizlarsa, yomg'irdan o'zini to'smoqchiman. Chunki bir xil gap. Yo'q, ana tetak. Hozir kallam uraman bekka. Naqur to'smay turib, boshqa narsa qilgan yaxshi, unatilib bunda. Kerak menga bu tosh. To'sin bekka kerak. Bittasiga o'qotilangani kerak bo'ladi. Bitta qol. Bittani ekib qo'yamiz. Voy, ular loy, hammasi loy bo'lib ketdi. Bitta chomib kelaysam chiqarmayman aytdilar o'zimizlar. Hovuz borani o'zim. Kecham tushib qolay deyapti. Shu kunni o'tkazib olyapman onachilar. Suratni yasashim kerak o'rnatib. Chizgan. Yog'och kerak bo'ladi. Aylantiramiz bizlar. Sizlarga netibah qo'yishlar netib. O'rnatib. Bekka netibah qo'yishlar, kommentga yozib qoldiringlar. Bekka netibah qo'yishlar, men kommentga yozib qoldiringlar. To'xtataydi. Etdim. Kecham tushib qolyapti, zombi hujum qilishni boshlaydi, o'zim ham uxlaymiz. Mana turdik, sanoqlar qizil chiziqning videosini ikkinchi qismi ham tugadi. Yana kommentga like tugmachasini bosinglar, 50 mingta like yozsalaring. Yana uchinchi qismi ham chiqaramiz. Sizlar bilan joy ko'rsatishim bo'ldi.